aka nima qilyapsiz aka? Siz noto'g'ri tushundingiz aka. Siz qildingizmi bu ishlarni Aka biz qildik mana shu ishlarimizni. Mana taxmonimiz Xo'p Kalibr Media jamoasi tomonidan o'rnatib uстановkalar qilib berdik. Xudo xolasa, xo'p razmerlarimizga aka sizga keling, bitta cho'tka obzor qilib beraman. Razmerlarimiz qarang 320 ga 220 lik joyi garderob shkaf olishdi. Chiroyli qilib shkaf tayyorlab berdik. Mana shkafimizda chap tarafiga ikkita polka, kalta kiyimlar uchun chiroyli shilka qilib berganmiz. Xo'p, mana o'rtasiga erkaklar tarafga kalta kiyimlar uchun shimilgichlarga chiroyli mana bunaqa variantlarda shimilgichlar qilib berganmiz. Soni 6 taligacha shimilgichlar xudo xolasa. Chiroyli yaxshi narsalar qilib berdik. Mana o'rtalarini mana bunaqa uzun qator polkalar, tagiga ikkita tortmalar, bez ruchka, HTF variantda tortmalarda payigacha bo'lib berganmiz. Xo'p, ayollar tarafiga uzun shilkalar. Kalta eshigiga xuddi o'sha ikkita yana polka, kalta kiyimlarga shilkalar. Polni nasozli petlarlar ishlatilgan, chiroyli metaldan bo'lgan akkuratli high-tech variantdagi ruchkalarni ishlatilgan. Xo'p, videomiz tagida linklarimizda nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Bemalol yozib yoki telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa Kalibr Media bilan uzoqlashmanglar. Oldinda hali chiroyli, yaxshi proyektlarimiz bor.